Assalomu alaykum, biz YouTube kuzatuvchilarimiz. Hop, kolonkalarimiz bilan, samofurlar, yashiqlar bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Sizlar uchun bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Nima narsa qiziq bo'ladigan bo'lsa, ishlatib tekshirib berish kerak bo'lsa, aytsani video qilib, keyingi videolarimizda qo'yib boramiz. Hop, 15 dyumli samofor olib qolganmiz. Yashiqlari bilan komplekt bo'ladi. Turbali. Ishlab turgan, chiqarishi zo'r. Narxini atiga 600 ming so'mga qilib beramiz. Effektlar вообще мощный bo'ladi. Bundan tashqari Damas uchun yashiqlarimiz bor. Zakaznoy bo'ladi. Ikkita estradniy, bitta basovoyga bo'ladi. Ba'da yig'ib qo'yganmiz, tayyor qilib. Tayyor yig'ilganlari ham bor. 1 million 650 ming atrofida chiqib qoladi. Zo'r effektlari. 10 dyumli, 8 dyumli, 6 dyumli aktivniy samoforlardan ham bor. Machetta bor. Robotchi ishlab chiqqan, o'sitlar bilan komplekt qilib beramiz. Aloqachi qayrasizlar. Agar bunisimi boshqalarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, sizlar uchun xizmatdamiz. Aytsani, bir video qilib qo'yamiz ishlashlarini. Gers kolonkalarimiz bor. Hamma narsa mana crossover, pishalka hamda 2.16 cm bo'ladi, hamma biladi. Narxi вообще zo'r narxlarda 400 mingga qilib beramiz. Penal chempion ham bor. Zo'r holatda. Usitlari ham har xillardan olib kelib qo'yganmiz. Aloqachi qayrasizlar. Mayta hollarga keladigan bo'lsa, originallari, xitoylari, zavodskoylari ham bor. Estradniy kolonkalarimiz bor undan keyin. 16 taliklari. Kenworth, Pioneer, shunaqa original xitoylardan ham bor, zavodskoylardan ham bor kolonkalar ba'zi ham. Hamisha qulay narxlarda qilib beramiz. Aloqachi qayrasizlar, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz juda xursand bo'lamiz.